Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilar. Inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi ishimizni bitkazdik. Bu yerda pol qismini mramlarni bosib berdik. Sokol qismi granitlarni chiroylatib chiqarib berdik. Yani Shohrux ustamiz obzor etib chiroylatib beradi Xudo xolasa. Granitlardan narxlaması soruyor. Elden sıfatı çok kötü taşıyor. Bu kök sahibi granit adam söylüyor. Bu nesne söyledi. Orijinal nesne. Baharı sorup gerekli. Olması bu için. Hafif bahar. Like'larınız daha şu yer like basmadan geçebilirsiniz. Shundagina chiroylatib Xudo xolasa chiqarib berdik do'stlar. Videolar yoqqan bo'lsa bizga like bos, esdan chiqmasin. Kanalga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga foydali, chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.